Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 21 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan ayrim to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, kompensatsiyalar va pensiya pullaridagi farqlar haqida ketmoqda. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va oilasida keksa inson bor har bir kishiga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqti yozilmasa yoki bitta ro'yxat tekshirilmasa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men bu videoda sizga shunchaki pul beriladi deb umumiy gapirmayman. Men kimlar ro'yxatga tushishi mumkin? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Qaysi holatlarda pul kechikadi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Arizada nima yozish lozim? Bularning hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan oxirida aytadigan amaliy qadamlarimda chiqadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot birgina sizga emas, qo'shningiz, ota-onangiz yoki tanishingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya to'lovlarida ko'pchilik odam bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Oyma-oy belgilangan summa keladi. Pochta olib keladi yoki bank kartasiga tushadi, pensioner ham shu summani oladi. Agar pensiya oshsa ko'pchilik keyingi oyda ko'payib kelar deb kutardi. Agar biror farq chiqsa keyin qo'shib berishar deb o'ylardi. Lekin amaliyotda har doim ham hamma narsa avtomatik va xatosiz bo'lmaydi. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, ayrim toifalar bo'yicha ro'yxatlar yangilanadi, ma'lumotlar solishtiriladi, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Ayrimlar bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki oldingi oylardan qolgan farq aniqlanishi mumkin. 15 sentyabrgacha degan sana odamlarni bejiz qiziqtirmayapti. Chunki ko'pincha bunday muddatlar hisob-kitoblarni yakunlash, ro'yxatni tasdiqlash, to'lov topish sharhlarini bank yoki pochta tizimiga yuborish bilan bog'liq bo'ladi. Men bu yerda juda muhim narsani aytib qo'yaman. Har bir pensionerga bir xil summa beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdadir 1000 so'm farq chiqishi mumkin. Kimdadir 300 so'm, kimdadir umuman farq chiqmasligi ham mumkin. Chunki pensiya miqdori ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa ekaniga qarab farq qiladi. Oldingi tartibda ham pensiyalar qonuniy asosda hisoblab kelingan. Ammo odamlar ko'pincha o'z pensiyasi qanday shakllanganini bilmagan. Masalan, pensioner 1.200.000 so'm oladi. U shu pul nimadan iboratligini bilmaydi. Asosiy pensiyami, ustamami, kompensatsiyami, indeksatsiya farqimi yoki avvalgi qarzdorlik qo'shilganmi? Shu sababli xatolik bo'lsa ham odam darrov seza olmaydi. Hozir ma'lumotlar elektron bazalar orqali ko'proq tekshirilmoqda. Ish staji haqidagi ma'lumotlar, oldingi ish joylari, arxiv hujjatlari, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi, oluvchi tirikligi va to'lov usuli kabi ma'lumotlar solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, adashib qolgan ayrim huquqlar tiklanishi mumkin. Masalan, odamning 3 yil qo'shimcha ish staji arxividan topilsa, pensiyasi qayta hisoblanadi. Yoki oldingi oyda oshirilgan summa to'liq tushmagan bo'lsa, farqi keyingi to'lovga qo'shilishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar ma'lumotda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov ushlanib qolishi, qo'shimcha tekshiruvga tushishi yoki pensionerdan hujjat so'ralishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot eski qolgan. Yoki bank kartasi muddati tugagan. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya ishini ko'chirmagan. Mana shunday mayda ko'ringan holatlar pulning vaqtida tushishiga ta'sir qiladi. Birinchi navbatda oxirgi oylarda pensiya summasi o'zgargan pensionerlar e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, siz iyul oyida 1.500.000 so'm olgan bo'lsangiz, avgustda 1.670.000 so'm tushgan bo'lsa, sentyabrda esa yana boshqa summa kelgan bo'lsa, bu o'zgarish nimadan bo'lganini bilib qo'yishingiz kerak. Chunki ayrim o'zgarishlar doimiy oshirish bo'ladi. Ayrimlari esa bir martalik farq yoki kompensatsiya bo'ladi. Ikkinchi toifa pensiyaga yangi chiqqanlar. Yangi pensionerlar ko'pincha birinchi oyda to'liq oy uchun emas, pensiya tayinlangan sanadan boshlab pul oladi. Masalan, fuqaro 10 avgustdan pensiyaga chiqqan bo'lsa, avgust uchun 21 kunlik summa hisoblanishi mumkin. Sentyabrda esa to'liq oy pensiyasi keladi. Odamlar buni ko'rib nega birinchi oy kam, keyingi oy ko'p deb xavotirga tushadi. Bu har doim xato degani emas.
Lekin hisob-kitob varaqasini tekshirish kerak. Uchinchi toifa pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lganlar. Masalan, inson pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lishi mumkin. Yoki oldingi ish joyidagi ish haqi ma'lumotnomasi kechikib topilgan. Yoki arxivdan stajni tasdiqlovchi hujjat olingan. Bunday vaziyatda pensiya qayta ko'riladi va ba'zan oldingi davr uchun ham farq hisoblanadi. Misol uchun, pensionerning pensiyasi 1.400.000 so'mdan 1.120.000 so'mga oshsa, oyiga 120.000 so'm farq bor. Agar bu farq 3 oy uchun hisoblangan bo'lsa, 360.000 so'm qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu toifalarda qo'shimcha mezonlar bo'lishi mumkin. Masalan, tibbiy xulosa muddati, guruhning o'zgarishi, oiladagi voyaga yetmagan farzandlar soni, o'qishda davom etayotgan farzandning ma'lumotnomasi kabi holatlar pul miqdoriga ta'sir qiladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Agar siz pensiyangizni har oy bir xil tartibda olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga pensiya bo'limidan hech qanday qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki tekshirish pul talab qilmaydi, lekin xatoni erta aniqlashga yordam beradi. Masalan, pensioner har oy 1.800.000 so'm oladi. Avgustda ham shu summa tushdi, sentyabrda ham shu summa tushdi. Hech qanday qarzdorlik yoki qo'shimcha farq yo'q. Bu holatda menga ham albatta qo'shimcha pul berishlari kerak deb talab qilish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki qo'shimcha summa faqat huquqiy asos bo'lsa, ya'ni qayta hisob-kitob, oshirish farqi, kompensatsiya yoki ro'yxatdagi alohida toifa bo'lsa beriladi. Yana bir misol, pensionerning pensiyasi allaqachon yangi miqdorda hisoblangan. U avgust oyidayoq oshirilgan summani to'liq olgan. Sentyabrda unga yana alohida farq berilmasligi mumkin. Chunki farq oldindan to'lab bo'lingan. Shuning uchun odamlar bir-birining summasini solishtirib xulosa chiqarmasligi kerak. Qo'shningizga 2.000 so'm tushgan, sizga ham shuncha tushadi degani emas. Sizning hujjatingiz, stajingiz, pensiya turi va hisob-kitobingiz alohida. Birinchi misolni olaylik. Onaxon 18 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1.320.000 so'm edi. Keyin arxivdan oldingi zavodda ishlagan 4 yillik staji tasdiqlandi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiyasi 1.720.000 so'm bo'ldi. Oyiga 120.000 so'm oshdi. Agar bu oshirish iyun oyidan boshlab qo'llanishi kerak bo'lsa, lekin hujjat avgustda rasmiylashtirgan bo'lsa, iyun-iyul. Avgust uchun farq alohida hisoblanadi. 3 oyga 306.000 so'm chiqadi. Sentyabr to'lovida esa yangi pensiya va o'tgan oylar farqi birga kelishi mumkin. Ikkinchi misol. Otaxon 7-2 yoshda bank kartasi orqali pensiya oladi. Kartaning muddati avgust oxirida tugagan. Pensiya sentyabr boshida o'tkazilgan, lekin karta ishlamagani uchun pulni yecha olmagan. U pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tizimda bo'lishi mumkin. Ammo karta muammosi sababli foydalana olmayapti. Bunday vaziyatda pensiya bo'limiga emas, avvalo bankka borib kartani yangilash kerak. Keyin zarur bo'lsa, pensiya to'lovining qayta yo'naltirilishini tekshirtirish lozim. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilada 18 yoshga to'lgan farzand bor. U kollej yoki oliy o'quv yurtida o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma topshirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma kechiksa, pensiya miqdori vaqtincha o'zgaradi yoki to'lov ushlanishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, agar huquq saqlangan bo'lsa, ayrim hollarda farq qayta hisoblab beriladi. Mana shu sababli o'qish boshlanishi arafasida hujjatlarni cho'zmaslik juda muhim. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi insonning tibbiy ko'rik muddati tugagan. U qayta ko'rikdan o'tish kerak edi, lekin bora olmagan. Tizimda muddati tugagan deb ko'rinsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Keyin odam hujjatni yangilaydi, lekin pul darrov tushmasligi mumkin. Chunki ma'lumot pensiya organiga yetib borishi va qayta ishlanishi kerak. Shuning uchun tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini oldindan tekshirish kerak. Birinchi nozik gap, pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Ko'pchilik men ham pensionerman deb aytadi. Lekin hujjatda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi
bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Har birining hisoblash tartibi boshqacha. Shuning uchun ro'yxatga hamma bir xil asosda kiritilmaydi. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov har doim alohida SMS bilan ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan bank ilovasida bitta umumiy tushum bo'lib ko'rinadi. Masalan, siz har oy 1.600.000 so'm olardingiz, bu oy 1.600.000 so'm tushdi. Shundan 1.600.000 so'm oylik pensiya, 2.000 so'm farq bo'lishi mumkin. Lekin ilovada pensiya farqi deb alohida yozilmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat SMSga qarab emas, pensiya bo'limidagi hisob-kitob asosida aniqlik kiritish kerak. Uchinchi nozik jihat. Pochta orqali oluvchilarda vaqt farqi bo'lishi mumkin. Bank kartasiga pul bir kunda tushishi, pochta orqali esa mahalla yoki hudud grafikiga qarab bir necha kun ichida yetkazilishi mumkin. 25 sentyabr deyilgan bo'lsa, hamma odam aynan bir kunda oladi degani emas. Lekin belgilangan muddat o'tib ketsa, albatta so'rash kerak. 4-nozik jihat, yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner Toshkent shahridan viloyatga yoki bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishini ko'chirish masalasi chiqadi. Ro'yxatda eski manzil qolsa, xat, chaqiruv yoki tekshiruv eski joyga ketishi mumkin. Bu esa odamning o'z vaqtida xabar topmasligiga olib keladi. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, yangi manzil bo'yicha pensiya bo'limida ma'lumot yangilanganini tekshiring. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Keksa inson kasal bo'lsa yoki harakatlana olmasa, pensiyani farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma asosida olishi mumkin. Bunday holatda ishonchnoma muddati, uning to'g'ri rasmiylashtirilgani, bank yoki pochta tomonidan qabul qilinishi muhim. Muddat tugagan ishonchnoma bilan pul olishda muammo bo'ladi. Bu pensioner puldan mahrum bo'ldi degani emas, lekin jarayon kechikadi. 6-nozik jihat, o'rtacha to'langan pul masalasi. Ba'zan qayta hisob-kitob natijasida odamga oldin o'rtacha to'lov bo'lgani aniqlanishi ham mumkin. Bunday holatda pensiya organi qonuniy tartibda ushlab qolish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Shuning uchun har qanday qo'shimcha tushumni darrov sarflab yuborishdan oldin, ayniqsa summa odatdagidan ancha katta bo'lsa, uning nimaga tushganini aniqlab oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz yoki oilangizdagi pensioner nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Masalan, iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi, sentyabrda qancha tushdi. Agar bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan kirim tarixini ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki daftar yozuvlarini tekshiring. Summalarni oddiy daftar varag'iga yozing. Bu keyingi savollarda juda kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya turi va miqdorini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni aniq bilmasdan turib, menga ham qo'shimcha pul berilishi kerak deb aytish qiyin. Pensiya bo'limiga borganda ham birinchi savol shu bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, agar kerak bo'lsa ish staji hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qiyotgan farzand bo'lsa o'qish joydan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin ko'p odam aynan hujjat tarqoqligi sababli 2-3 marta qatnaydi. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiyam bo'yicha 15 sentyabrgacha amalga oshiriladigan to'lovlar, qayta hisob-kitob yoki farq mavjudmi? Ro'yxatda bor yo'qligimni tekshirib bering deb aniq ayting. Umumiy gapirmang. Pul berishar ekan, menga ham bering desangiz, xodim ham umumiy javob berishi mumkin. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, yozma ariza qoldiring. Men har doim shuni maslahat beraman. Og'zaki so'rash yaxshi. Lekin yozma murojaat yanada ishonchli. Ariza shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya to'lovlarim bo'yicha qayta hisob-kitob qo'shimcha to'lov. Indeksatsiya farqi yoki oldingi davrlardan qolgan to'lov mavjudligini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, pensiya turi va imzo bo'lishi kerak. Arizadan nusxa olib, qabul qilinganini tasdiqlatib qo'yish ham foydali. 6-qadam,
bank yoki pochta muammosini alohida tekshiring. Agar pensiya hisoblangan bo'lsa-yu, sizga yetib kelmagan bo'lsa, muammo pensiya bo'limida emas. To'lov kanalida bo'lishi mumkin. Bank kartangiz faolmi? Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqami yopilmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni tekshiring. Pochta orqali olsangiz, mahallangiz bo'yicha yetkazish grafikini so'rang. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki rasmiy qabul platformalari orqali murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat yozayotganda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi oyda qancha oldingiz, qancha olish kerak deb hisoblaysiz? Qaysi hujjatga asoslanasiz? Kimga qachon murojaat qildingiz? Javob qanday bo'ldi? Bularni aniq ko'rsating. Birinchi xato, qo'shnining puli bilan o'z pulini solishtirish. Men buni juda ko'p ko'raman. Kimdir qo'shnimga 400 ming tushibdi, menga nega tushmadi dedi. Lekin qo'shnining pensiya turi boshqa, staji boshqa, hujjati boshqa bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l o'z hisob kitobingizni tekshirish. Ikkinchi xato. Faqat telefon orqali so'rab qo'yish. Telefon orqali umumiy ma'lumot olish mumkin. Lekin murakkab masalada yozma murojaat yaxshiroq. Chunki yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Keyin uni asos sifatida ishlatish mumkin. Uchinchi xato, bank kartasini tekshirmaslik. Odam pensiya bo'limiga boradi, navbatda turadi, asabiylashadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, karta muddati tugagan yoki hisobda texnik cheklov bor. Shuning uchun birinchi navbatda to'lov keladigan kanalni tekshirish kerak. To'rtinchi xato, hujjatlarni tez topshirish. Ayniqsa o'qish ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, arxiv hujjatlari va ishonchnoma masalasida kechikish ko'p uchraydi. Hujjat kech topshirilsa, pul ham kechikadi. Keyin qayta hisoblanishi mumkin, lekin odam o'sha davrda pulga muhtoj bo'lib qoladi. Beshinchi xato, norasmiy xabarlarga ishonish. Internetda hamma pensionerga falon summa beriladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men har doim shuni aytaman. Rasmiy manbani tekshirmasdan ishonmang. Pensiya masalasida eng to'g'ri javob sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi hisob kitobda bo'ladi. Umumiy xabar yo'l ko'rsatadi, lekin yakuniy aniqlik hujjatda bo'ladi. 11 sentyabrgacha siz 3 narsani nazorat qilishingiz kerak. Birinchisi, ro'yxatda bor yo'qligingiz. Agar sizga qo'shimcha to'lov tegishli bo'lsa, ro'yxatda aks etishi kerak. Ikkinchisi, summa to'g'ri hisoblanganmi? Faqat pul tushdi degani yetarli emas. Uning miqdori ham to'g'ri bo'lishi kerak. Uchinchisi, pul sizga yetib kelganmi? Hisoblangan pul bilan qo'lga olingan pul orasida ham ba'zan farq bo'ladi. Ayniqsa pochta, bank karta yoki ishonchnoma masalasida. Agar 15 sentyabrgacha hech qanday pul tushmasa, lekin siz o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, jim o'tirmang. Avval pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Menga tegishli to'lov bormi deb so'rang. Agar yo'q deyishsa, sababini so'rang. Qaysi asosga ko'ra yo'q degan savolni bering. Chunki oddiy yo'q javobi sizga yetarli bo'lmasligi mumkin. Sizga tushunarli qilib hisob kitobni izohlab berishlar kerak. Agar pul tushgan bo'lsa, lekin kutilgandan kam bo'lsa, darrov janjal qilish shart emas. Avval bu summa nimadan iboratligini aniqlang. Ehtimol farq faqat bir oy uchun hisoblangan. Ehtimol oldingi oyda bir qismi to'langan. Ehtimol ayrim davr uchun huquq tasdiqlanmagan. Bularni hujjatga qarab aniqlash mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizga 15 sentyabrgacha pensionerlar bo'yicha berilishi mumkin bo'lgan to'lovlar, yangi ro'yxatlar, qayta hisob kitoblar va eng ko'p uchraydigan muammolarni batafsil tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, hamma bir xil summa olmaydi. Har bir insonning pensiyasi alohida hisoblanadi. Kimdir qo'shimcha farq oladi. Kimdir allaqachon olgan bo'ladi. Kimdadir esa umuman qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Lekin har bir pensioner o'z huquqini tekshirishga haqli. Mening tavsiyam oddiy, oxirgi 3 oylik to'lovlaringizni yozib chiqing. Hujjatlaringizni tayyorlang, bank kartangizni tekshiring, zarur bo'lsa pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Ayniqsa yangi pensionerlar, qayta hisob kitob kutayotganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ko'chganlar va ishonchnoma orqali pul olayotganlar buni albatta tekshirish kerak. Sizda shunday holat bo'lganmi? Sentyabr oyida pensiyangizga qo'shimcha pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men sizlarning vaziyatlaringiz orqali keyingi videolarda yana aniqroq tushuntirish beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling
va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.